Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikda biz obunachilarimiz bilan Berkin Machoq lobby qilyapmiz. Bu lobbida 7 ta obunachim qatnashyapti va men qatnashaman. Hozir obunachilarim bu olishadi, men esa Bibi. Men Bibida obunachilarimni quvlayman, ular mendan qochishadi va berkinishadi. Qani bo'lmasa bittagina like bosib qo'yishni unutmanglar. Men esa videorolikni boshladim. Xo'sh, birinchi partiya qiziq bo'lishi aniq. Hamma bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Oh, yaxshi, hamma bu olibdi. Qoidalarga yaxshi amal qilingan. Kutib turamiz shoda. Ketib olsan ozgina. Xo'sh. Men oldimga bekinishmasin-da. Qoidalar yomon emas. Xo'sh. Kim yo'q, ozgina kutamiz, keyin esa bitta topishni boshlaymiz. Xo'sh bolalar, albatta eng ko'p yutgan odamga priz bor. Game yoki bog'ozor. Nimadir beramiz. 30 game berishim mumkin. Yutgan odamga yana bilmadim. Bo'ldi, biz qidirishni boshladik. Shuncha vaqt yetadi qochishga bemalol. Dunyoning narigi chekkasiga o'tib ketishgan bo'lsa ham yetadi. Shu atrofda bo'lsa ketdi. Bang. Oh. Mayli. Qochishlariga yordam berdim. Uy. Qani. Uy. Mayli. Nicho. Mana shunaqasiga yuramiz, kimdir chiqib qoladi. Hozircha o'ldirmayman, oxirida bitta o'ldiraman deb. Endi men oldimdan kim chiqsa o'ldiraman, bo'ldi. Bir yig'ildi. Uy. Chiroq. Uy. Bang. YouTube Brawlist degan o'lar ordim, yomon emas. Oho, hali 7 kishi bor. Meni olib tashlasak 6 kishi. Oh. Voy. To'xtanglar. Zo'r joyga otdi-yu. Bang. Voy, hech kim yo'q. Voy. Voy. Voy, kim yo'q. Kim yutdi? K yutdi. Oxiriga qoldirish unchalik yaxshi emas ekan. Boshida bitta o'ldirib olish kerak ekan. Xo'sh, yana bir marotaba ko'ramiz. Yutdilar. Endi ikkinchi partiya. Xo'sh. Bosamiz. Spashila qani. Bolalar, videoni shu joyda to'xtatib, nima qilasizlar? Like bosib qo'yinglar. Keyingi videorolik bundan ham qiziqroq bo'lishiga hissiylarni qo'shgan bo'lasizlar albatta. Xo'sh, endi oldimdan chiqqanni o'ldirib ketaveraman, yon bosish yo'q. Mana shu yerda 17 gacha sanaymiz. 7 tomonli raqam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ket. Voy. Bekinmas mayli. Hozir qo'yib beramiz bekinishlariga. Bo'l, endi rostdan oldimdan chiqqan ketadi. Ketdi. Xo'sh, yana kim oldimdan chiqsa ketadi. Bitta. Xo'sh. Bir 100 talik yo'q. Bang. Uy. Yana kishiga. Qo'yil. Lekin notomma ikkiga teng deyapti-da. So'rashdan qochib ketishdi. Turaman chiqmaydi. Xo'sh, tepalarni ham qarash kerak. Tan. Oy, ketdi. O'tgan safargi qolibimiz o'lib ketdi. Voy. To'ldimi? Uy. Nimalar qilib o'ldiribdimi?
Voy. Voy. Buratam ketdilar. Endi 3 kishi qoldi. Sekin-sekin qidiramiz ularni. Voy. Amirbekka fora berdik men. Qochishlariga. Xo'sh. Bey. Buratga ham kelishlariga fora. Xo'sh. Amirbekka bergan foramiz bilan yutib ketdilar. Voy mana otmen, voy. Mayli, nicho. Amirbek yutdilar. O'zi Amirbek emas, kim yutish kerak edi? Fora bermaganimda Sheyx. Mayli bo'lib turadi. Xo'sh, videoni davom etamiz. Davay bir kishi chiqib ketdi. Bir sabablarga ko'ra. Davay qolganlar deb turgan joydan yana bir chiqib ketdi. Bosinglar qolganlar. Ana go. Xo'sh, mana keyingi partiyani ham boshlab oldik. Telefonim zaryadga qo'yib oldim. Xo'sh. Bot qayerdan kelib qoldi? Voy. Bot to'ldirardim. Kutamiz endi. Bot qo'shib qoldim. Xo'sh. Ketdi. Tan. Xo'sh. Voy. For. Tira for. Voy. O'ldirardik xiyarani. Yomon emas. Ketdik. Qolganlarga navbat. Meni otishni ish pul bo'lyapti. Davay, bitta. Tog'lar tosh. Deb yuraversak ketdi. Voy. Qayerga ketdilar? Men serios fora bermagandim. To'xtanglar. Sog' ketishing. Voy. Qo'y. Bu birovlar yo'q ekan, shu uchun qo'l soldilar. Mayli deb ruxsat berdim. Bizni 5 kishi kuzatyapti. Yomon emas. O'ldirardim. Amirbek. Sho'dalar. Ikki kishi. Qochdi kimdir. Kimdir qochdi. Voy, boshqa qochib ketdilar. 2 kishi edi deyman shu yerda. Aniq ko'rdim. Voy, internet. 7 kishi kuzatyapti. Voy. Kim yutdi? Sheyx bratimiz yutdi. Yaxshi. Bada qilganimda bolalar oxirgi eng ko'p yutgan odamga game yoki voy bu necha kishi tursa tashotdi. Bular qoidani bilmaydi-da. To'p bratam qoidani bilmaysiz. Qo'shamayman qoidani bilmaydiganlarni. Afsus. Xo'sh. Giga Mortisda bu yo'q, to'g'richamiz. Xo'sh, internetlar ishlamayapti, men ham to'g'richamiz. Nima to'g'richadigan bo'laman-da. Transmanda hamma qo'shib ketishini. Bratmayli tursinlar. Esa ketdik. Hozir bolalar 5 minutdan oz. Xo'sh, biz davom etamiz bolalar. Qani ketdik. Mana. Voy, qochamiz. Qochamaydilar. Voy, qochib ketdilar. Voy. Sheyx. Qo'limiz.
Oha. Tez. Voy. 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 Qochib ketdilar afsuski. Xo'p, mayli necha. Qolganlar hamma qayerda bekin yuribdi. So'ng shu yo'lga keldi. Bang. Kimdir bo'ladi. Hech qayerda yo'q bular. Qayerga ketishdi? Mana. Xo'sh, uzr bolalar, davom etamiz. Voy, talpa. Voy, kim etganini ko'rmay qoldim. Aniq ko'rmadim. Talpa bo'ldi. Sababi internetim salgan ishlamay qoldi. Shu sababli Seshoqcha qondirib olamiz. Hop, olamiz. Buzg'unchilik qilsalar chiqaramiz. Bolalar lekin rostdan internetim ishlamay qoldi. Titan Ahmad yutgan ekan. Oxirgini ko'raveramizmi bitta. Mayli, turursin. Turaveradi. Ikkinchi partiyaga o'tamiz bo'lmasa. Xo'sh, kim? Shohjahonni xulashib biradimiz. Hali chiqmabdi. Mana nimagadir internetim sal pam beryapti, qoldi. Shuning uchun pauzalar bo'lib o'tdi. Bu uchun uzr so'rayman. Albatta, ikkinchi partiyaga endi ochamiz. Bosinglar, yera biratim bosmayaptilar. Chiqazoramizmi, nima qilamiz? 17 saniyamiz. Hammani jasab chiqadi. 10 gacha saniyamiz. 1 2 3 4 5 yana bir kishi qo'shildi. 6 7 8 9 10. Hira. Bosmadilar, chiqazoramiz. Bosinglar. Bo'ldi, ikkinchi partiyaga ham mana o'tamiz. Yomon emas. Va internetim qotmaganda chutki epizodlarni ko'rsatdim sizlarga. Afsuski, internetim qotib qoldi. Xo'sh. Tarqalaydi. Tarqalaydi. Xo'sh. Otmanglar buraydan. 15 gacha sanab boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ketdik. Xo'sh, qani bitta kelinglar. Yo'q, men borishim kerak. Meni ko'rishadi. Chunki passivga bordilar. Ko'rib qoldim. Dun. Voy. Amirbek o'lib ketdilar. Nicho. Ratan nicho. Xo'sh, qolganlar. 3 kishi kuzatdim. Nimagadir hech kim yo'q, qo'yilay. Soatam kechki soat 10 dan 10 o'tibdi. Ko'rasizlar bolalar, kechasi videomiz. Shu video uchun bitta like. Obuna bosinglar, undan zo'r. Xo'sh, motivatsiya uchun kommentariy yozib qo'yinglar. Ratam, qochmang. Pastga qochib ketibdilar. Lekin bibida ulta bilan cho'tga otishni o'rgan oldim. Hozir yana birontada qilib ko'ramiz. O'ldirardim. Yaxshi. Kimlar ulta to'ldiribdi? Yo'q, hech kim. Kipa qo'ydi kimlar. Nima bu? Nima bu? Nima qildi? Gapir qo'ymanglar, Titan. Zoniga kirib ketdilar. Давай. Толпа. Sahar sheyx. Mana shu biratim boydan beri to'xtadi. Yaxshi omadlari kuchli ekan. Sahar sheyx birat omadlari ancha kuchli ekan. Xo'sh. Yura. Boya qo'shilgan birat tashoqdilar. Ketmoqchiman bosdilar. Titan Ahmad bosmadilar, bosdilar. Yaxshi yomon emas. Nicho. Mana Gilgamoch suratimda bu yo'qlarga yomon tarafi 3 tada. Birinchidan Colt jon ekan HP'si. Ikkinchidan Colt o't ko'rishga bir tiyinlik foyda bermaydi.
Uchinchidan parvon foydasi. Uchinchidan o'yin qoidasiga zid. Biraz sonrada o'lib ketadilar-yu. Helpmay qolamiz. Yo'q, turing. Voy, otilib ketdi. Sorry. Bosilib ketdi-da, surib qo'ymoqchi edim. O'sha brat sentrga surib olmoqchi edim. Mayli. Xo'sh, qaranglar. Mana shu tomonga naqli o'totaman ne tushayotgan ekan. Davay, mana shu yo'ldan o'tamiz. Tegsa. Yo'q, yo'q. Tegsa. Voy. Ne tushey, hech kimga tegmadim. Davay, qatasizlar. Mana o'rtadan nima ochib qo'yishgan? Uy. Otmayman. Voy. Nima otadilar? Qochib ketibdilar. To'xtang. Voy, topdim kimdir. Vosh. Topdim. Uy, topdim. Ey, uy, nima qildilar? O'lib ketardim, ey. O'rtadan ochmanglar, o'zingizlarga ham. Voy, to'xtanglar, men nima yo'q qaraman. Buyoqchi. Buyolachi. Mana. Voy, telefonim qotib qoldi. Nima bu? Otmanglar bir-biringlarni. Zon yaqinlashgandan keyin bir-birini ko'ziga xunuk ko'ryaptilar. Давай. Xo'sh, mana pashta hamma bosdi mana. Bolalar, hozir yana internetim sal ishlamayapti, 1 minut. Xo'sh, tanashdan so'ng men keldim, boshladik. Yana davom etamiz. Xo'sh, voy. Yonimdan o'ldirsam bo'ladi-yu. Mayli, qochsinlar. Hira bilan bot to'ldirardilar. Cho'tga narsa paydo bo'lar ekan. Bir chillada hech kim yo'q. Mana tez yurib shuni borib qolaman. Titan Ahmad o'ldiryaptimi? Boya ko'yinni ham otdilar endi madan. Bu o'yin tepamiz mayli. Voy, o'sha tarmoqchi edim. Internet ishlamay qolibdi, menimcha. Menga o'xshab. Uy, o'ldirdim biratdan. Yana 4 kishi bor. Kimdir ko'rganday bo'ldim. Otmayman. Mana topdilar boydan beri. Kimdir bor. Help me, yordam beradi. Sahir sheyx biratimam bor. Chiqing vaqti. Kim oldimdan kirsa zonaga tarvaraman. Bum. Ketdi o'ladilar. Nima qilmoqchilar? Davay. Ratan bo'pti. Men chaman. O'sha biratan yutdi baribir. Uy, ikkinchi bo'ldim. Sahir sheyx biratimiz yutdilar. Ahmad chiqazoramiz degandim. Xo'sh bolam, mana shu oxirgi partiya, shu partiyadan keyin o'sha o'yinni sekingina tugatsak ham bo'ladi. Sizlar esa hozir joyda kanalga like bosib,
obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hamma bossin. Let's go. Shol tushganimizdan keyin bitta botni o'ldirib yuboramiz. Shu o'yin oxirgi partiya, keyin kim necha marta yutganini hisoblaymiz va o'sha bratga game yoki nimadir olib beramiz. O'zlariga kerakli bo'lgan narsani, budjet uncha qimmat bo'lmagan narsani olib beramiz. Voy, juda ham. O'rtaroq boshari. O, ishlab ketdi. Davay. Voy. Qana ishlash bu, Oxirgi partiyada bunaqa parod qilma, internet. Davay, kim bor qo'y. Ochmaylar. Kim otdi? Yo'dan tushdi. Voy. Internet jajonga tayyordi. Videolarni desam, to'lqa qotgan. Uy. O'zbekiston tengdir, O'zbekistonga bo'lyapti. Voy. Ketdilar. Bankani xo'rak qilib ishlatamizmi? Davay, bank xo'rak. Tutildi. Voy, qochib ketdilar. Xo'rak o'xshamadi. Voy, yana internet qotibdi. Uy, turi hali ham. Yura. Tebiyoga. Bang. Bu mazzayu. Voy. Kimda yana Saha Sheyx bratimiz yetdi. Juda omadli va Brawl Starsda tushunadigan bratlar ekan. Xo'sh, endi kim necha marta yutganini ko'rib chiqamiz. Saha Sheyx brat bir marta, bu yerda ham bir marta, bu yerda Hira bratimiz yutgan ekan, bu yerda ham Saha Sheyx, bu yerda Tita Ahmad, bu yerda ham Saha Sheyx, bu yerda Amirbek, bu yerda KV7 va o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Saha Sheyx bratimiz 1 2 3 marta yutibdilar. Bu degani qolganlarga qaraganda ancha ko'p yutganlar. Hammaga xayr do'stlar, bugungi videorolik tugadi. Keyingi videorolik nima haqida bo'lishini kommentariyaga обязательно yozib qoldiringlar. Shu Berkin Machoqda ikkinchi qismini olaylikmi, uni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar mana shu video like'lari normal bo'lsa, keyingi videoni keyingi qismini olamiz. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi.